Assalomu alaykum. Bizada keyingi haftaga qilinadigan ishimiz topografik xaritalarni demak vektorizatsiya qilish bo'ladi. Bunda biz Avtokadda topografik xaritalarni demak koordinatalar to'rini tashqi ramka, ichki ramkadagi demak yozuvlarni vektorizatsiya qilish jarayonini ko'rib chiqamiz. Avtokadda demak yangi loyiha ochib olamiz. Demak bu maket bo'limidan, layout bo'limidan. Bundan demak o'zimizga berilgan topografik xaritani asosiy menyular qatoridan insert attach buyrug'i orqali topografik xaritani yuklab olamiz. Keyingi chiqadigan oynaga demak hech nimani o'zgartirmaymiz va OK tugmachasini bosamiz va qayerga demak chiqarmoqchi ekanligimizni birinchi dastlabki nuqtani belgilaymiz. Sichqonchani demak chap tomonni bir marta bosish orqali xaritani demak birinchi nuqtasini belgilaymiz va keyingisida demak masshtab faktori bu 1 o'zgartirishsiz qoldiramiz va enter tugmachasini bosamiz. Keyingi buyrug'imiz bizada o'sha home bo'limidan o'sha line buyrug'idan foydalanib topografik xaritani ichidagi demak koordinatalar to'rini vektorizatsiya qilib chiqamiz. Bu nazariy bizada bu ma'lum, ya'ni koordinatalar to'ri demak bir bo'lingan bu 100 ming masshtabda 2 santimetrga 2 santimetr demak kvadratchalardan iborat bo'ladi. Hozir biz to'g'ridan to'g'ri Avtokadni demak loyihaga yuklab olganimizda bu masshtabga bog'lanmagan bo'ladi. O'shaning uchun line buyrug'i orqali biz dastavval mana bu topografik xaritani ichida keladigan chiziqlardan orientir olamiz. Demak gorizontal chiziqdan demak loyiha oldik. Keyingisi vertikal demak to'r liniyasidan demak nima olamiz? Orientir chiziqlarni olamiz. Sababiki bu topografik xaritada to'r liniyalari 90 vertikalga nisbatan 90 gradusda emas. Shuning uchun topografik xaritaning o'zidan to'g'ridan to'g'ri orientir chiziqlarni o'tkazib olamiz. Keyingisi bizada demak topografik xaritani o'sha to'r liniyalari har 2 kilometrdan o'tyapti. Bir bo'lingan 100 ming masshtabli demak topografik xaritada 1 santimetr 1 kilometrga to'g'ri keladi. Ya'ni har bitta bu yerdagi kvadratlarning tomoni uzunligi demak 2 santimetrga 2 santimetr bo'ladigan chiziqlardan iborat ekan. Biz demak to'r liniyalarini kvadratlarni hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Mana shu orientir chiziq liniyalaridan foydalanib belgilab olib demak nusxalash buyrug'idan foydalanamiz va 90 gradusli chiziq buyrug'ini yoqib chap tomonga 2 santimetrimiz demak 20 millimetr bo'lib tushadi. 20 millimetr. Keyingisi demak 40 millimetr, 60, 80 va xuddi shu tarzda to'r liniyalarini demak vertikal va gorizontal liniyalar uchun nusxalash buyrug'i orqali hosil qilamiz. Topografik xaritadagi demak gorizontal va vertikal to'g'ri burchakli koordinatalar chiziqlarini mana har demak 2 santimetrga farq qiladigan tarzda mana chizib bo'lganimizdan keyin biz bu topografik xaritani masshtablashtirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biza ushbu topografik xaritani demak asosiy menyular qatori home bo'limidagi o'sha cell buyrug'i orqali bizni demak o'sha to'r liniyalarini holatidan kelib chiqqan holatda masshtablashtiramiz. Buning uchun mana cell buyrug'ini tanlaymiz va raster
tanlaganimizdan keyin enter tugmachasini bosamiz. Va bu yerda chiqyapti command line'da cell specific base point, ya'ni birinchi nazorat nuqtasini kiriting. Birinchi nazorat nuqtasini biz eng chekkan nuqta deb tanlab olamiz. Undan keyingisi bu yerda bizada referens buyrug'ini tanlaymiz. Ya'ni опорный точка bo'ladi, hisoblanadi bu. Undan keyingisi biz chiziq uzunligiga moslashtirgan holatda topografik xaritani maqsadlashtiramiz. Birinchi nuqtani tanlaymiz. Keyin bu chiziqning tugash nuqtasidan ikkinchi nuqtani tanlab olamiz. Keyingisiga demak point buyrug'ini bosamiz va koordinatalar to'ridan mos ravishda o'sha nuqtalarga to'g'ri keladigan nuqtalarni tanlab olamiz. Birinchi va ikkinchi nuqtalar. Mana xaritamiz demak bizni chizgan o'sha koordinator to'rimizni chiziq uzunligidan kelib chiqqan holatda maslahatlashtirildi. Buni endi bu liniyaga, to'r liniyasiga joylashtiramiz. Rasterni belgilaymiz va move buyrug'i orqali nuqta tanlab olamiz. Ya'ni topografik xaritada shunday nuqta tanlashimiz kerak. Bu to'r liniyasida ham bir xil holat bo'lishi kerak. Demak bu nuqtaga to'g'ri keladi. Mana bu yerda mana biz topografik xaritani maslahatlashtirdik. Keyingisida biza tashqi ramka, ya'ni minutli ramkasining qalin va ingichka to'r liniyalarini va ichki ramka va tashqi ramka orasidagi raqamli va matnli ma'lumotlarning hammasini demak vektorizatsiya qilib chiqamiz.